Ham iziga yopilyapti bu narsa. Darvozadan foyda qilinmaydi, xalq maza qilsin. 4,5 million, 5 million atrofida skidga qilib beryapman. Elimizga manzur bo'ladigan darajada narxlar tushirdik, xudo xolasa. 3 million degan aka. 3 million so'm skidga borsa skidga qo'yib beryapti. 1 million 100 ming so'mdan qo'yib beryapti. Baroka tuzdan chiqsa 550 dan berib yuboraman. Bu aytilgan darvozani tas o'rnatib beriladi. O'sha yerda o'tirilmaydi. 5 million 700 ming so'm, aka. 3,5 darvozani berib yuboraman deyapti. Assalomu alaykum, Barakot.uz YouTube kanaliga xush kelibsizlar. Qadrdonlar, yaqinlar, omonmisizlar, tanajoninglar, sog'mi? Bu videoda ham sizlar uchun manfaatli aksiyadagi darvozalar narx-navolarni ko'rsatib o'tish uchun Namangan viloyati 3 tumani Jidaka qishloqiga kelganman. Tomoqqa ahamiyat qilmaysizlar, kechagina futboldacha oldirib qo'yibman. Videoni ko'ringlar. Inshaalloh sizlar uchun 3, 4, 5 milliongacha bo'lgan skidkalar haqida video davomida ma'lumot berganmiz. Yaxshi kayfiyatdalar, videoni boshlaymiz. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Aka, salomatmisizmi? Kayfiyatlar yaxshimi? Aka, xudo xolasa bugun darvozalarimiz shu joyda tayyorlari 15 tacha bor. Qolganlari yasalayapti aka. Yasalayotganlari ham bor. Xo'p, bitta narsa aka, xudo xolasa har safar arzon darvozalar ko'proq chiqarardik. Endi bu safar qo'l mehnat, ruchniy rabota darvozalarni ko'proq aksiya qilib, xudo xolasa elimizga manzur bo'ladigan darajada narxlar tushirdik, xudo xolasa. Inshaalloh chiqarishga harakat qilamiz. Bir boshdan ko'rsatamiz darvozalarni. Aka, bunisi nima fason, puli qanaqa? Aka, bu o'sha qaytik uslubda bo'lgan darvozamiz 2 qavatli shumkali variantda bo'lgan. Bu darvozamizni 3 qavatli, 2 qavatli varianti bo'ladi. Ruchniy rabota darvoza aka. Darvozamiz endi korobkalarga keladigan bo'lsa, korobkalarimiz aka shivellerdan bo'lgan bezular. Shivellerdan bezular. Отдельно kalitga bo'lgan bu joylarga mana ruchkalarni ham qo'yib. Ruchkalar haqiqatan bezilib. Listlarimiz aka 1.8 двойной bo'lgan 2 qavatli variantda bo'lgan darvozamiz. Ko'rishingiz mumkin. Nerjevenka shu qora desa qora, sariq desa sariq. Klient talabiga qarab qilib beraveramiz. Bu darvozamizni ham aksiyaga qo'yganmiz aka, xudo xolasa. Hop, shu darvozamiz mana eniga 3.90 aka, bo'yiga 3.5. Eniga 3.90, bo'yiga 3.5. Kimdir razmeriga tushib qoladigan bo'lsa aka, bomba narxda qo'yib beraman. Shu darvozamizda aka zakazga aka 1 million 300 ming so'mdan 1,5 milliongacha olinadi aka. Yasaymiz. Kvadratdan aka salkam 300 ming so'mdan 10 kvadrat bo'lsa 3 million degan aka. 3 million so'm skidga borsa skidga qo'yib beryapti. Aka 1 million 100 ming so'mdan qo'yib beraman. 15 million so'mga kimga tushsa, eniga 3.90, bo'yiga 3.5 aka. Gap bo'lishi mumkin emas. Dastlabki ustonovka xudo xolasa bor. O'zbekiston bo'ylab ustonovka qilamiz. Gap so'z yo'q. Undan keyingisi ham bejirim ishlangan darvoza. Afsona fason, rosa trendga chiqqan darvoza. Eniga 370, bo'yiga 3.5 da bo'lgan. Ko'ringlar darvozani. Ko'rishingiz mumkin. Buni ham korobkalari aka, hammasi shiveller, ko'rishingiz mumkin, hammasi shivellerda bo'lgan. Listlari 2 qavatli variant aka, 1.8 polni utuplini bo'lgan darvoza. Polni utupli. Bitta narsa e'tibor bering, mana ichkarilar ko'rinmasligi uchun polni pluntuslargacha aylantirganmiz. Qo'l mehnat darvozamizni polni pluntuslargacha aylangan aka. Hattoki shu joylarga 2 emas, 3 dan foydalanganmiz aka, 1,5 stenkadan foydalanganmiz. 3 hammasi. Xudo xolasa baquvvat full variantda bo'lgan aka. Xudo xolasa aka. Buni ham aksiya qo'yib beraman aka. Zakazga 1 million 400 ming so'mdan 1 million 600 ming so'mgacha olinadi. Elimizga manzur bo'ladi, xudo xolasa. 1 million 100 ming so'mdan qo'yib beraman aka. 1 million 100 ming so'mdan kvadratidan bo'limini bir 400 mingdan o'tib beradi. 400 ming aka, 10 kvadrat bo'lsa 4 million. Bu salkam aka 4,5 million, 5 million atrofida skidga qilib beryapman. Lekin zakazga aka, o'sha zakazga aka 1 million 300 ming so'mdan boshlab, ag'i 1 million 600 ming so'mgacha zakazga qarab qilib beramiz. Olinadi. Yaqinlamash darvozaga ham 5 million skidga bor. Foydalanib qo'yinglar. Sardor akam to'g'risi o'tgan safar video qilganimizda ham ko'pchilik minnatdor bo'lgan aka sizdan. Inshaalloh bu videoda ham minnatdor bo'lasizlar. Bittadan like turib qo'yishaveradi, xudo xolasa. Joni sog' bo'lsin aka. Xo'p, keyingi darvozamiz aka 3.45 ga 3.45. Qaytik uslubda. Hop. Yondorlarimiz 8 ga 6, 1,5 stenka. To'qima profillarimiz hammasi 1.3 stenkada. Listlarimiz ham 1.3 variantda bo'lgan. Bu joyga nerjevenkalari bor aka, 0.9 variantda bo'lgan nerjevenkalari. Rangi o'sha mokray asfalt ko'kimtirga tortdigan. Xudo xolasa garantiyasi bo'ladiki 5 yil, bo'ladiki 3 yilgacha garantiyasi bor, kafolati. Xudo xolasa. Stampovkaga 3 yil, qo'l mehnatiga 5 yilgacha kafolat beriladi. Darvozamizni zakazga 650 ming so'm, 700 ming so'mdan qilyapmiz. Aka Baroka tuzdan chiqsa 550 dan berib yuboraman. Oborib ustonovka qilib beraman. Barakot uzchilar, sizlar like, kommentda ustani qo'llab-quvvatlanglar. Akam sizlarga maksimal skidkalarni qilib beradilar. Mana aka, например, mashinadan necha pul skidka bo'ladi hozir?
Xo'p, Primerni aytaver aka. 2 million 2,5 million atrofida skidka bo'ladi. Endi bulardan 4 million 4,5 million bo'lyapti. Endi bu qo'l arzon variantda arzon variant bo'lganligi uchun o'shanga yarasha pul ham 2 million 2,5 million skidka bo'lyapti aka kvadratdan. Yaqinlar foydalanib olinglar. Bu tomonda mana yasalyapti. Razmerlari o'sha 3.45 ga 3.45. Joyiga tushib beramiz. Xudo xolasa qilib beramiz. Olib borib ustanobga qilamiz. Bizda u aytilgan darvozani tas o'rnatib beriladi. Usha yerda o'tirilmaydi. O'tirilmaydi. Aylangani hisob deydi. Gap so'z yo'q. Keyingi darvozamiz aka Dubayskiy variantda bo'lgan, ko'rishingiz mumkin 2 qavatli shumkali. Biz asosan ko'proq qo'l mehnat darvozalarini chiqardik aka. Qo'l mehnat darvozalarni chiqardik. Bu safar hammasi qo'l mehnat darvoza aka, xudo xolasa. Korobkalarimiz Chevillerdan bo'lgan, taglarimiz ham Cheviller. Bu joyga 10 ga 10 burs 2 listenkadan foydalanganmiz. Listlarimiz 1.8 da divayno holatda bo'lgan aka. Bu joylar nirjevenkalarni qo'yib, ruchkalarni ham ajoyib shaklda qo'yib qo'ygan. Ruchkasi haqiqatdan boshqacha ishlov berilibdi. Toza nirjevenkalar, profil emas, boshqa emas, toza nirjevenkalar. Nirjevenkadan ishlangan. Bu ham bejirim narsa bu. Garantiya 5 yil, xudo xolasa. Kafolat beriladi. Aka, puli qancha? Xo'p aka, buni ham skidga qo'yib beraman sizga. Qo'yib beramiz. Darvozamiz 390 ga 360. Mana, eslab qo'yinglar razmerini. Zakazga 1 million 400 ming so'mdan 1 million 600 ming so'mgacha qilib beramiz zakazga aka. 1 million 200 ming so'mdan qo'yib beraman. 1 million 200 ming so'mdan kvadratidan. Shunda общий summa aka 16 million 800 ming so'm bo'ladi. Bo'ladi. Skidga qilib berganimizda. Skidga narxda 16 million 800 ming so'mga olib borib ustanobga qo'yib zamonlargacha qo'yib beramiz, xudo xolasa. Atay o'zini zakasi yangi olinsa 20 ming tevasida bo'ladi, bu. 1 million 400 ming so'mdan 1 million 600 ming so'mgacha zakazga. 20 million tevasida bo'ladigan narsani sizlarga aka 16 million 800 ming so'mga beryaptilar. 200 ming so'mdan misol uchun mana shu yerda aka 13 kvadrat 14 kvadrat narsa. Salkam aka 3 million atrofida skidga foydalanib olinglar yaqinlar, xudo xolasa. Keyingi darvozamiz skromniy. Skromniy darvoza, xudo xolasa. Bu darvozamiz ham aka mana shu darvozaga talab juda ko'p aka. Misol uchun zakaz bo'ladigan bo'lsa, hech bo'lmaganda 10 ta zakazda 7 ta shu darvozadan bo'ladi. Bo'ladi, mana shu. Chunki o'ta skromniy darvoza. Korobkalarimiz Chevillerdan, taglarimizdan Chevillerdan, hop, to'qima profillar hammasi 1.7 stenka, listlarimiz ham 1.8 da. Bitta nima qilsangiz aka, shu joyiga kelsangiz mana, buni gibkani buktirganmiz, mana, gibkani buktirilgan aka mana. Bu yerda bir kontakt yo'q, xudo xolasa. Stanokda bukilgan aka. Manalari ham mana suv o'rnamaydi, avval holatda qilingan aka. Suv tushib ketaveradi. Xudo xolasa. Ustani san'atiga nima deysizlar endi? Profil qo'yib boshqa qilinmagan. Stanokda bukib, xudo xolasa divayno holatda qilingan. Xudo xolasa xizmatini qiladigan narsa. Xizmat qiladi aka, xudo xolasa. Kraskasi ham misol kraskasini tanlashaveradi. Cho'tki holatda sepilgan klaskasi o'sha glansiy holatda bo'lgan. Darvoza kimga tushsa 3.45 ga 3.45 aksiyada aka bu ham. Barokat o'zga faqat. 3.45 ga 3.45 rasmiy eslab qolinglar, narxini akam aytib o'tadilar. Xudo xolasa. Общий summasi 13 million. 13 million bo'ladi. 13 million arzimagan aka. Skidkadagi narxi. Skidkadagi narx. Qo'l mehnatida yasalgan darvoza uchun kvadrati o'shanda aka 1 million 100 ming so'mdan tushyapti. Tushadi. 1 million 100 ming so'mdan tushyapti. Agar zakazga bo'ladigan bo'lsa 1 million 300 ming so'mdan qilib beramiz shuni. Olinadi. Bu ham 3 million tevasida chegaraga ketyapti. 2 qavat divayno holatda. 2 qavat divanli utuplet qilingan. Tepasini yopiq deysa, yopiq, skvazno deysa, skvazno qilib beramiz. Endi biz reklamaga chiqarganmiz. Aka o'zimiz har xil shaklda chiqarib qo'yapmiz. Xohlagan variantlarni yasab ham berish imkoniyati. Agar razmerlarga tushib qolmasa, barokat tuzdan chiqsa, xudo xolasa kelishtirib beramiz. Yo'lida qilib beramiz. Yoki yangi yasalaydigan bo'lsa ham maksimalli yo'lida qilib berishadi akalarimiz. Aka, buni turetskiy fason deymiz. Turetskiy fason. Polni utuplenadigan darvoza bu ham 2 qavatli. 100% utuplet qilingan. Xudo xolasa, orqa ham 1.8, oldi ham 1.8. Misol uchun, oldini 1.8, orqani 1.3 qilsa ham bo'ladi. Endi talabga qarab bo'laveradi. Bizniki o'zi orqa 1.8, oldi ham 1.8, 2 qavatli variantda ishlangan. Korobkalarimiz Chevillerda polni korobka, отдельный kalitka bo'lganda bu joyga 10 ga 10 bursdan foydalanganmiz. Mana ko'ringlar, darvozani bor bo'yi bilan. Darvoza tepasi o'sha 50 sm skvazno qo'yganmiz. Darvozamiz razmeri bo'yiga 3.5, eniga 3.90 aka. Eslab qolasizlar razmerini. Xo'p, narxi qanaqa aka? Xo'p, aka, narxi 1 million 100 ming so'mdan beraveramiz. Qilib beramiz buni. 1 million 100 ming so'mdan qilib beramiz. Общий summasi o'shanda aka 13 million 400 ming so'mga o'rnatib beramiz. 13 million 400 ming so'm. Darvozani qarang aka, bitta baho bering. Full variantda yasalgan. Asli bor, asli. Tushungan odam bor, aka, mana shu nirjevenkalar bor. Qaysi bitta nirjevenka yetib qoladi, salkam 100 dollarga qarab ketadi. Oldin o'ziga obloshkani, o'ziga nirjevenkani o'zi ko'rinishda o'zi 100 dollar o'ynab beradi. Buni mehnat qilgan biladi xolos aka. Shunaqa. Ustani qo'llab-quvvatlab turing. Endi hamma sohani o'ziga yarasha siri bor. Shunaqa. Aka ham qo'llab-quvvatlab. Keyingisi ham aka mana
Tahiyasi yopiq holatda ko'rdingiz, 2 qavatli qilingan, nargisi ochiq holatda bo'ldi. Soqqali fason, taraf fason deymiz. Bunisi yopiq holatda bo'lgan, ko'rishingiz mumkin. Eniga 3.90, bo'yiga 3.5 holatda bo'lgan darvozamiz aka. Razmerini eslab qolinglar, tushsa aksiyadan foydalanib olasizlar sizlar. sizlar. Aka, korobka sheveller bezuloq, taglari ham sheveller bezuloq, o'ngga 10 burs. 2 stenkada. Lislar 1.8, двойной holatda bo'lgan aka. Mana, gap so'z. 2 qavatli shumkali variantda bo'lgan. Haqiqiy shumka. Danglab ovoz eshitilmaydi. Aka, bitta narsaga e'tibor bering. Mana shu kvadratlar bor, kvadratlar 2 deymiz. Shularni ham hammasi qalinda ishlagan aka. U materialga xiyonat qilinmagan. Qilinmagan. Xudo xolasa aytilgan narsa bor aka. Hech narsa ishlatilmagan. Aka kelib, shtanga sirkul bo'lsa, kelib klient tekshirib olaveradi. Bizga kelib tekshirib kesib, aqan to'g'rilab beramiz. Kam so'z yo'q. Akam shunday kesib, shunchalik ishlariga ishonanlar, sizlar uchun mana tavsiya qilyapmiz. Aka, o'sh summa 15 millionga qo'yib berib yuboramiz. 15 millionga berib yuboriladi buni ham. Gap so'z yo'q, yaqinlar. Bitta narsani aytib o'tib ketay, aka, mana telefon qilsin, boshqa qilsin. Bitta bizga emas, boshqalarga ham narxini so'rashaveradi. 1 million 300 ming kam qilmaydi hozir, sezon. Ochiq gapirish kerak bu narsa. Bo'ladigan narsani gapirish kerak. Foydalanib qolsa aksiya qo'yganimizdan keyin xalqimiz. Mana, xalq uchun akam xudo xolasa. Misol bizga telefon qilsa ham, lekin boshqa zakaz qilishadigan bo'lsa bu narxni bermaymiz. Faqat bitta narsani tushuntirib o'tib, juda ko'pchilik telefon qilyapti. Barokat uzdan ko'rdim, mahinchadan degan ekansiz deyapti. Ey, inson tushuntiryapmiz-da ko'pchilikka. Shunaqa. Ashi razmer tushib qolsa, ashi narxni beramiz. Videoda oxirigacha ko'ring deb aytib o'tdik o'tkazib beramiz. Albatta. Razmer tushib qolsa, xudo xolasa aytilgan narxni beriladi. Shunaqa, gap. Jaqqa javob, xudo xolasa. Xo'p, keyingisi aka, bu darvozamiz shu, darvoza 25 deydi. Aka, bomba narxda qo'yib beraymi shuni? Gap so'z yo'q. Darvozamiz 2 qavat variantda bo'lgan, orqa ham mana oldi ishlovlar bilan 3 qavat hisoblanadi asli. 2 qavat variant. 3 qavat hisoblanadi. Lekin nihoyatda korobkamiz aka, korobkamiz o'ngga 10 bursdan foydalanganmiz. 5 tahiya, darvozaning razmeri 3.45 ga 3.5 holatda bo'lgan. 3.45 ga 3.5 ekan. Misol 3.5 ga 3.5 joyga tushaveradi. 3.5 joyga tushaveradi. Listlari 1.8 da, hamma mayda detallari ham hammasi qalinda bo'lgan. 1.5 ga 1.5lar ham hammasi qalinda bo'lgan. 2.2 3.2lar ham hammasi mayda detallar ham qalinda bo'lgan. Pulni tuslargacha aylantirib qo'yganmiz. Agar bu darvozani zakazga to'g'risiga 2 million 700 ming so'm, 2 million 800 ming so'm olinadi. Narxni eshiting endi aka. 2 million 700. Darvozani kvadrati aka 1 million so'mdan. 1 million so'mdan foydalanib olinglar yaqinlar bundan. 1 million so'mdan. Dizayni, rangi men o'zimga juda ham yoqdi Sardor aka. 346 ga aka 3.5. 346, 3.5. Men bunaqa dizaynda darvoza birinchi marta ko'rishim aka. Xudo xolasa aka, jaqqa javob beriladi. 1 million so'mdan aka, общий summasi aka 12 million atiga. $1000. Mana. $1000 ga berib yuboramiz. 10 ta qog'ozingiz bo'lsa, olib borib o'rnatib berib yuboramiz. Gap so'z yo'q. O'zi aslida bu narsa narx qimmat chiqadi aka. 2.5 million so'mdan 2 million 700 ming so'mgacha olyapsiz hozir shu darvozani. Zakazga shunaqa qilib beramiz, zakazga. Buni endi aksiya aka, to'g'risi gap. Bu yerda misol uchun bekitilmaydi. Salkam iziga chiqayapti. Salkam iziga yopilyapti bu narsa. Darvozadan foyda qilinmaydi, xalq maza qilsin. Gap so'z yo'q. Aksiya deyilgan aksiya aka. Aksiya haqiqatan Sardor akam aksiyalardan foydalanadi. Keyingi darvozamiz aka shtampovka pechat darvoza. Yondoqlar 8/4, taglarimiz 8 shivillerdan bo'lgan, listlarimiz 1.3 variantda bo'lgan aka. Darvoza polni vibraga o'tirgan. Hop, 3.5 darvoza aka, 3.5. Darvozani 5 million 700 ming so'mga berib yuboramiz. Mana arzonini kutayotganlar, arzonni kutayotganlar. 5 million 700 ming so'm, 5 million 700 ming so'mga aka. 3.5 darvozani berib yuboraman deyaptilar. Gazini bosinglar. Mana shu narxda O'zbekiston bo'ylab dastlabki uстановка maksimallik qilib beriladi yaqinlar. Mana arzon darvoza kutayotganlar uchun ham aka bu darvoza nima deysiz? Afsona fason yana bitta. Mashalloh deyman aka. Chotki xudo xolasa. Boshqa gapim yo'q. Chunki 380 ga aka, 380 ga eniga 380, bo'yiga 377 holatda bo'lgan darvozamiz. 2 qavatli korobka shivellerdan, taglarimizdan polni shivellerdan bo'lgan. Bu joyga aka 10 ga 5 2 stenkadan foydalanganmiz. Listlarimiz hammasi qalinda 1.8 holatda bo'lgan darvozamiz. Darvozamizning o'p summasi aka 15 million 700 ming so'm. Necha puldan beryapti? 1 million 100 ming so'mdan beryapti. 1 million. Zakazga 1 million 400 ming so'm aka. Shu mehnat uchun yaqinlar bitta like yarisi bosib qo'yinglar. Xudo xolasa qolgan darvozalarimiz ham aka orqa tomoniga shunday o'tib, darvozalarimizni ham bir orqa tomonlarni ham ko'rsatib qo'yish kerak aka. Yaqinlar.
sizlar uchun. Lekin bugungi videoda maksimalli foydalanib oladigan gaplar, maksimalli foydalanib oladigan darvozalar sizlarga ko'rsatib o'tdik Sardor akamiz. Lokatsiyamiz ham Xudo xolasa aka Andijon Namangan trassa Norin daryoning ko'prigidan o'tish bilan birinchi qo'l. Xudo xolasa. Norin daryo ko'prigi. Kelaverasizlar. Ana shu soqqali fasonlarimizda aka mana polni utoplenniy qilib steklovatlar solib bu ham Xudo xolasa skidkaga qo'yilgan aka. Yana yasalayapti o'sha aksiyadagi darvozalarimizni yasalayapti. Ichkarida albatta kraska jarayoni ham bo'lib turibdi aka. Ichkarida kraskalarni qilinyapti darvozalarimiz. Kraska qilinadigan joylari. Sizlar birinchi qo'ldan olyapsizlar degan maqsadda ko'rsatib qo'ying. Sardor akam hali olib sotar bas, boshqa bas, haqiqiy ustani o'zidan olyapsizlar yaqinlar. Sardor aka, Xudo xolasa aka, barokat uzdan chiqsa, yana chegirmalarni qilib beramiz. Videomiz albatta manfaatli bo'lgan bo'lsa, bitta like tugmachani bosib qo'yasizlar. Aksiyalarimiz yoqqan bo'lsa, Xudo xolasa kommentariyada o'z fikrlaringizni qoldirasizlar. Aka, sizga ham kattakon rahmat. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Keyingi videolarda ko'rishguncha, akam ham duo qilib bersizlar. Joninglar sog' bo'lsin.